ulug' kuyayotgan bir o'tning bir shlankadan chiqayotgan suv bilan o'chirilayotganligini ko'rib, shlankani tutgan qo'lni ko'rmasangiz, o't o'chirish fe'lini shlankaning o'ziga mansub deb qaramsiz. Albatta yo'q. Chunki o'tni o'chirish uchun o'chirguchida hayot, ilm, qudrat degandek sifatlar bo'lishi kerak. Chunki hayoti bo'lmagan, o'tni bilmaydigan va shlankani tutolmaydigan biri o'tni o'chirolmaydi. Uningdanmi muhimi o'tni o'chirish marhamatning samarasidir. Shunga rahmati bo'lmagan biri bu fe'lning ijrochisi bo'lolmaydi. Bütün insonlar birlashgan taqdirdami bu o'tni ashu shlankaning o'zi o'chirganligiga bizni qoyil qilolmaydi. Acaba yer yuzining o'tini o'chirish va hayotlik o'tining haroratini tindirish uchun shlankaning o'rnidagi bulutlardan suvni tomchi holatda kim tushirdigandi? Albatta jonsiz ham ongsiz bulutlar bundoq mehr shafqatni his qildiradigan fe'lning ijrochisi bo'lolmaydi. Undaqda bulutni ilkida tutgan qo'l zodi kim? Bu savolga Qur'on javob bersin. İnsanlar yomg'irning yig'ishidan umidini uzgandan keyin yomg'ir yog'dirg'ini va rahmatini har tarafga yoyg'ini Allohdir. Allah hammaning egisidir. Madhiyaga loyiqdir. Mana bu yoqqan har bir tomcha Allohning Rahim ismining bir namoyandasidir.